Şu İbrahim aka, muş konudelik bakka, bana tikmeydiğin daraxtın bağımı. Tikisi bombaydiğin, muş tikisi bombaydiğin çekti mesela hem de aşina bir neyimiz bağı var. Şunun doğruluk bir söz yükleyeyim de. Endi buningda ko'ngillik bog'lar endi aralashma qiladigan bir ish bo'lib qoldi. Endi ba'zi endi aralashma qilamiz deb qiladiganlar. Endi buning qarta ko'ngillikka biz mush ko'ngillikni meva tutib bo'lmaydi desa. Bu qanday qildik deganda biz oldingi yillarda suyni biz vizgundan yuqori sochmadik mabaqqa ustatdik. Ig'ir darajada ustatdik. Agar vizgunga mushu vizgu ichida mushu ko'ngillikdan bo'lak daraxtning har qanday qurib qoldi. Masalan, shimi bo'lamdi, men nima daraxt o'sib mush qadardiki, bosh daraxtlar asos jihatdan hatta fınvi qonxon arım tikkan daraxtlar qurib qolmadi, lekin sag'irib ketdi aj daraxtlar. Biz shunda bo'lsa-mu ko'ngildan o'sha suv qalamaydigan bo'lsa bijirim ustib, enandan keyin chechak baqlarni ravus to'q qilib oldik degan maqsadda biz suyni to'xtatdik. Nima ish qiladi deganda, men ko'ngildan suv ochliqligidan baraqsan ko'pda birdiki mevjudsiz tuyilib kerak. Shunga birinchidan suv qalamaydigan kerak ekanda. Shunga mas suv qalamaydigan daraxtlar ichida nima suv qalamaydigan daraxt bo'lib qolsa, endi u bo'pti desak amal bor. Ko'ngildan aram baqlashni tavsiya qilaman. Birinchi qilib bayatni degandek suv to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, ko'ngildan biz bo'sh bag'onda biz beqish jarayonida qanday qilyapmiz deganda, hamda o'g'itlash ishlari kelgan chaqda kuzda biz shu qirq berishni nihoyat bek chang tutib qo'yapmiz. Endi bu shunday xayr qulaysiz bo'ladir, lekin shunday adimi shuni beryapmiz, lekin ximiy o'g'itni ko'p ishlatmayapmiz. Biz ximiy o'g'itni ko'p ishlatgandan keyin qanday bo'ldi deganda, bu yanlig'ini shaq qilamiz o'ylab, mevjudsiz tuyilib ketib avvalo bor. Shunga o'g'itlash ishlari kelgan chaqda endi ma ko'ngildan o'g'itlagandek anda boshqa deb qo'ysak, bo'lak daraxtlarda yanlig'ini ham hech qanday mevag'ini olmaydi. Mushni qatorda endi hozir ko'pdir boshqa daraxtlar bir nechta pa o'sha daraxtlarma men haddan ziyod ustib o'tgandan keyin bo'lak daraxtlar yaxshi taraqqiy qilolmay, ashini qaytadan kesib o'tdik. Demak, endi bu menda boshqurish mas kelmaydi degan gapda. To'g'ri. Bosh kelmaydi, sug'urish mas kelmaydi. Namlik bo'lgan ihtiyoji birga kelmaydi, Shundan oldin namlik ihtiyoji bo'lgani qachon qurib qiladigan, namlik quroq chiqishdan bo'lgani taraq qiladigan bunda bir beren bo'lib qoladi. Şu ko'ngildan to'g'risida mesela so'raydigan bo'lib qolsa, Inkas rayoniga yo'llab qo'ysangiz bo'ldi, yoki bo'lmasa bizni qo'shib olish orqali bizlar aloqalashsangiz bo'ldi. 记得点赞关注哦。